Yosh oilada tashvishlar doimo yetarli. Va qachonki pul kerak bo'lsa, men Ipoteka bankdan boshlayman. 100 million so'mgacha mikroqarz. Avval Ipoteka bank. Do'stlar, hammaga salom. Va nihoyat ana shu kutilgan revansh bugun olinadi. Mana Java ham bugun zaryajini. Собственной персоной. Da, prям revansh olaman degan. Как раз bu ham Java ham zaryajini, mana PSG Jordan, mana PSG Jordan. Ko'ramiz bugun qaysi PSG kuchliroq keladi, Oldmi yoki Newmi. Xo'p, Java xuddi o'sha zadanyalar bir xil, просто joy almashgan. O'sha taktika, ya'ni 25 ta o'pish udar bo'ladi. Shundan 12 tasini ursa, Java prizni olib ketadi. Agar ura olmasa, priz menda qoladi. Priz esa 500 ming so'm. Bilin laqab, bilin. 5 million. Shuning uchun bosish kerak. Let's get it. Давай. Atomic. Bolalar, birinchi zadaniya bizda burger ekan, o'tgan safaringga o'xshab. O'tgan safar ana nas keldi, Rusya. Bugun jas ko'ramiz endi ana. Jas. Nas keldi, endi jas keldi. Ha, yaxshi, shirindan qiling. Ko'ramiz, davay. Xullas 5 tadan har bir zadaniya 2 ta yoki 3 ta ursam, o'sha zo'r bo'lib ketadi. O'shancha harakat qilamiz hozir, minimum 2 ta urgani. Yaxshi. Java birinchisini qishiq boshladi. Bu men uchun yaxshi signal. Erta xursand bo'pti bu bola. Normalno. Rostli Java paka uchidan qish ketdi. Paka men uchun yaxshi. Chunki men nimadir niyat o'qimoqchi bo'ldim-da, как будто tiqormoqchiman, как будто девятка etmoqchiman. Ashni yaxshi urdi lekin, tan olish kerak 5. Nimadir neto narsalar o'ylashni boshlandi. Birinchi 3 ta udar. Yaxshi aytganimda 5 tadan 2 ta bu уже zo'r rezultat. Dальше yana bosamiz. Hozir bizda ikkinchi zadaniya, bu one touch. Hozir menga jazz лёгкий так удобныйdan beradi, men xudo xolisa bu uraman. Bolalar mana shu yerda one touch boshlanmoqda. Hozir ko'ramiz, Javada 5 ta imkoniyati bor. Bu yoqda maksimal hammasi qaytarishim kerak lekin. O'sha bu taraf start qilishni boshladim. O'shancha oxirgi moment meniyani o'zgartirdik, bu taraf debdi, zo'r gol kirdi. Yo, zo'r chiqdi, bosdim ko'pda uni. Просто створ попасть. Yaxshi, mana shu menga kerak edi. Mana shu menga juda kerak edi. To'g'rilab oldik. Yaxshi, Toni Kroos Napoliga urgan gol. Har bir zadaniyada kamida 2 ta deb o'zimga planga qo'ydim. Shuni anab qolman. Qaysidir, lekin shu 3 ta urishim kerak tezroq. Zo'r ketdi. Hozir 10 ta udardan 4 ta gol urdi. Hozir menga mana shu raund ключевой bo'lishi mumkin. Bizda ключевой zadaniya bu long shot 5 dan tepada. Mana shu hamma narsa hal bo'lib qolishi ham mumkin. Hozir Java 2 tadan ko'p ursa, уже yaxshigina qadam qilgan bo'ladi. Agar ura olmasa qiynalib qoladi. Shtrafnoy ekan bolalar. Urishga harakat qilamiz. Bu 3 ta urib olsangiz, Bilan 2 ta ursam ham уже zo'rda. Vallahi normal, paka. Xudo xolasa yana 4 ta shunday udardan qaytarsam bo'ldi. Mana birinchi preselech, sal uyg'onish kerak. Ashta udarlar menga ko'proq kerak, ko'proq bo'lish kerak ashta udarlar. Yaxshi udarmas edi bu. Yaxshi save. Yaxshi zarba, ikkitagina udar qoldi. Tak, bolalar. Chota, paka ahvolimiz yaxshi emas. Imенно shtrafnoydi. Umuman olganda, lekin yaxshi. O'shaning uchun hozir bitta urib olib chiqishim kerak.
Bolalar Javani oxirgi udari va решающий udar bo'lishi mumkin. Mana shunga zadaniya, chunki qaytarsam juda qiyin ahvolga tushib qoladi Java. Хорош. Sal pritsel ertaroq to'g'rilamadim-da yana. Oxirgi moment o'zi включаться qol, mayli. Yomon emas. Bekorga o'qidim-da. Stat qildim hozir bolalar. Mayli, necha. Zato bitta urdi, hozir 5 ta gol. Bolalar, mana biz 4-raundga ham yetib keldik. Hozir Java 5 ta gol urdi. Yomon ketmayapti, yaxshi, normalniy. Faqat bu ключевой raund bo'lishi mumkin. Прямом смысле, agar mabodoga hozir slyotim bo'ladi, bittagasini urishing kerak. Mabodoga 5 ta ura olmasang, уже biz keyingi raundgacha bormaymiz. Dars o'tishni yutizgan bo'lasan. Sen хотя бы hozir minimum bitta urishing kerak keyingi raundga o'tishing uchun. Bitta ursang komfortniy zona, как бы, да. Shunaqa. Shuning uchun omad, davay. Men Gaplashamiz, ko'rishamiz, yo'llaymiz. Sen u yoqdasan, to'xtab qolma, yo'lda ko'rishamiz. Birinchi save bor. 4 ta yana qaytarsam, dastroshni yutgan bo'laman. To'rtta, mana shu metraga mana javob. Yaxshi urdi mana shu golni. Meni qiyin ahvolga solib qo'ydi, chunki hozir ikkita maksimal qaytarishim kerak. Meni ikkita udarim bor-a? Udarim bor. Ikkalasini ham urasan, shu. Voy. Normal. Endi hammasi intriga qoldirdim men. Intriga maksimal saqlanib qoldi. Saqlangan demoqchiman. Da. Chunki bizda oxirgi zadaniya bu penalti va eng qizig'i Java 5 dan 5 turish kerak, bitta qilish, bir marta ham xatoga haqqi yo'q. Har 5 tadan 3 ta qaytargandim. Statistika bu chizdi. Ko'ramiz hozir 5 dan nechta. U yoqda endi panenkalar qilib tashlaganman, negadir miyamda shu nimadirlar bor edi, gizlaganda. Bolalar, bizda oxirgi решающий zadaniya Java 5 dan 5 turish kerak. Bo'lmasam hozir birinchisidan ham qaytarsam tugadi video. Voy! Men o'sha bu yoqqa ketib bo'ldim. Prosta deb qo'ysa bo'ldi edi. Qo'yaman, faqat devatga shaqillataman. Bolalar mayli. Risk не оправдан. Yo'qmi, atak? Java нереальный imkoniyatida bu boru. Voy! Penalti va Java penalti oson. Bu любом случае birinchisi urganda ham ikkinchisi ham qaytarar ekan. Eshikni qattiq bekitib ketdim deydi. O'tgan videoga o'xshab. Bolalar, mana ko'rdinglar, videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Java afsuski bugun ham yutqizdi. Omad kelmadi deydi. Lotereyada yutqizdim. Nechun? Nima deyman bu yoq? Никаких оправданий. Do'stlar, agar shunaqa videodagi format yoqayotgan bo'lsa, maksimal aktiv ko'rsatinglar, like yondiringlar va kommentariyada обязательно yozib ketinglar, keyingi ishtirokchi kim bo'lishini xohlaysizlar. Do'stlar, like, kommentariy обязательно yozib ketinglar, keyingi videolarda ko'rishguncha.